What's an API? بازار misolida. API o'zi azizcha nima? Application Programming Interface. Hamma gapiradi, lekin hech kim bozor misolida tushuntirmaydi sizlarga. Men hozir aytib beraman, misol keltiraman. O'ylab ko'ringlar, sizlar Chorsu bozordasizlar. Sizlar olma olmoqchisizlar. Sizlar baqirib aytishinglar mumkin, olma beringlar menga deb. No, sizlarni ukanglar bor. Ukanglarni olib yuborishinglar mumkin. Olma olishga. No, yuborishinglardan oldin sizlar ukanglarga aytasizlar. Menga 2 kilo yashil olma maksimum 10,000 so'm narxi bo'lishi kerak edi. Yuborasizlar. Shu ukanglar bozorga borib, sotuvchilar, olma sotuvchiga borib 2 kilo yashil olma maksimum 10,000 so'm pulga olma olib keladi. Shu hamma gaplashish interaction API bo'ladi. Ukanglar API, sizlar application sizlar sotuvchi u bozorda sotuvchi u another application, ya'ni bitta application u server. Shunaqa qilib siz sotuvchiga bormasdan turib уже informatsiya olib kelyapsizlar. Olma olib kelyapsizlar. Sizlar informatsiya berasizlar ukanglarga, ukanglar borib olma olib keladi. Shunaqa qilib sizlar vaqt tejaysizlar. Qanaqa texnologiya xalqcha tushuntiring, izohlaga yozing.